O'zbekistonlik ixtirochi akalarimizga yana bitta super ixtiro do'stlar. Past tushiravering aka. O'n qaranglar do'stlar, 6 metrgacha bemalol usta akalarimiz qiynalmasdan ishlasa ham bo'laveradi. Eng asosiysi do'stlar, qulay hamda tejamkor bo'ladi. Yoki bo'lmasa yuklanma tashimaydi akalar uchun bunaqa yuklarni bemalol olsalar ham bo'laveradi do'stlar. Endi bemalol cho'chimasdan ishlasangiz ham bo'laveradi. Xitoyda qimmatga mana shunaqa narsalar olishgan shart emas. O'zimizda Andijonlik akamiz mana shunaqa narsalar ixtiro qilib bergan do'stlar. Bularni eng kichkinasi 4 metrlikdan boshlaydi, 200 kilogacha yuk ko'taradi, narxi $500 bo'ladi. 5 metr ko'tarib beradi, narxi $600 bo'ladi. Bular ikkaladan ham bo'lsa, narxi $700 bo'ladi. 6 kilo bo'lib ketib qoldi. 6 metr balandligi. 6 metr balandligi. Katta. 1 2 3 narxi $700 bo'ladi, 6 metr balandligigacha bemalol chiqadi xonada bo'ladi. Yo, endi menga lesa kerak, elektronik deyotganlar uchun lesalar ham bor do'stlar. Buni 300 kg yuk ko'taradi, 3 metr balandligiga bemalol chiqaradi. Bitta o'zingiz boshqarsangiz ham bo'laveradi do'stlar. Ko'rasizlar, juda chiroyli holatda chiqaradi. Xohlasangiz do'stlar, buni bittangizdan olsangiz pastga ham tushaveradi do'stlar. Eng asosiysi do'stlar, 1 yilgacha garantiya berishadi. Kimga shunaqa ixtirolarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiring, aloqa chiqarsa O'zbekiston bilan dastlabki faqat kelishgan holatda.